Assalomu alaykum. Hozir bizda endi turli xil imkoniyatlar bor va bizda turli xil imkoniyatlardan biri Azure platformasidan foydalanib ko'ramiz. Ya'ni Azure platformasida bizda nimalar bor? Ya'ni uni ko'radigan bo'lsak, bunda bizda ana beradi. Ya'ni student office, student pack bo'lganicha hozir universitetlarda boshqa yerda emaillar orqali o'zini emailni beradi. Email bergandan keyin sizga turli xil akseslar beradi. Shu yerda ham GitHub student pack orqali mana bu Azure'ni $100lik boshida ishlatib ko'rishni o'zini beradi. Ya'ni biz shu orqali kirib oldik. Hozir kirib olamiz. Bunda bizga turli xil narsalar beradi. Ya'ni $100lik ishlatib ko'rish imkoniyati beradi. U yerda RAMlardan, CPUlardan foydalanib ko'rish, qanchadir xotira beradi va uni qanchadir muddatga, haftalik, oylikka qarab ishlatib ko'rish imkoniyati bor. Mana ko'rishimiz mumkin hozir. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan student o'zimizdan ochilgan. Mana subscription deb turibdi. Mana obunamiz Azure for Students, studentlar uchun Azure qismi bu deyapti. Mana bu yerda esa mana bular bor ekan. Hozir ko'rishimiz mumkin. Yana bu yerlardan mana buni ham ko'radigan bo'lsak, Azure for Students, ya'ni talabalar uchun xizmatlarimiz deyapti. Ya'ni bizga albatta tekin bo'ladi. Bizga kerakli narsalar. Bu yerda ham hozir internetda biroz sekin ishlamoqda. Xo'p, bunda ko'radigan bo'lsak, bu yerda qismlari bor. Qanchalik ishlatilgani yoki ishlatilmaganliklari bor. Hozir budjet qismida qanchadir qismi bor edi. Hozir mana bu yerdan yuklanib olsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, bundan nima demoqchiman? Ya'ni bu yerda siz boshlanishiga bunga sizga uni qismini ham beradi. Ya'ni front-end qismini shunchaki yuklab qo'yish, ya'ni biron bir saytni yoki manzilni qoldirmoqchi bo'lsangiz, bu qismi yaxshi bo'ladi. Agar backend ulamoqchi va boshqa narsa qilmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta qo'shimcha xizmatlar talab qiladi. Masalan, men birinchi qismda shunchaki email debman. Kodlar qismini yuborganman. Front-end qismidagi sodda va ko'tarish, index HTML, CSS fayliga o'xshagan narsani yuborib, shunga deploy qilganman. Va bu yerda hozircha ishlab turibdi. Mana view your application, sizda berilgan deyapti. Mana shu manzilga kirsangiz, mahsulotingiz tayyor ekan va bu yerga men qismlarni GitHub orqali ulaganman. Mana GitHublarga ulangandan keyin o'sha GitHubning manzilida bizning kodlarimiz bor. Mana ko'rishimiz mumkin, URL deb turibdi. Va URL dan ko'radi, bitta bosadigan bo'lsak, u bizga manzil beradi. O'sha manzilga biz kerakli front-end oddiy qismini yuklab qo'ygan edik. Hozircha bu ishlamayapti. Mana bu qismida ekan, mana bu qismida ko'radigan bo'lsak, mana uni visit your site, sizda saytingizga uni tashlab berishni bosmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda bossangiz, mana shunchaki mana qilingan. Mana bu asosiy qismi, loyihalar, aloqa, mana bu sodda qismi. Ya'ni bu yerga qo'shimcha narsalar qilsangiz bo'ladi degan. Ya'ni bu shunchaki tekin va bemalol foydalana olasiz. Mana qanaqangidir ID ga sifat manzil beradi. Mana shunda yozilgan loyihalarni ko'rishda oddiy qisqagina index HTML fayl qilib qo'yilgan. Bu hozircha yaxshi. Mana mening saytim deyilgan. Mana asosiy sahifaga qaytadigan bo'lsak, mana virtual machine qismi ham bor. Ya'ni student pack orqali $100 beriladi va $100 siz ishlata olasiz. Xo'p, bulardan ko'rishimiz mumkinki, mana bizda hozir qismlari bor edi. Qanchadir bizga virtual mashinani, virtual muhit berilgan. Ularni batafsil ko'radigan bo'lsak, ya'ni biz yaratganmiz. Ya'ni bu yaratishni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi yaratilgan ko'rib olaylik. Mana bu yerda ko'rishimiz, virtual mashina nom berganman, oddiy. Bu muammo emas. Qanday ko'rish, operatsion tizimi qanaqa? Windowsmi, Linux ko'rinishidami yoki boshqachami? Menda esa Linux tanlaganman. Ubuntu qilib Bu yerda ko'rishingiz 64 bor arxitekturasi.
Mana statusi tayyor holatda, keyin versiyasi mana shu holatda turibdi. Shular bilan ketiladi. Mana bu yerlarda ko'rishimiz mumkin. Mana size'ga eng ahamiyatli bizga qismi mana size beriladi. Ya'ni size'da mana shu standart nomida keyin o'lchami, keyin CPUsi ikkita ko'rinishda, RAM esa 8 GB xona hajmda berilgan ekan. Bizda mana Koreya qismlarida ikkita ekan. Bizga hozircha bunga nimalar qilishimiz mumkin? Bunga biz turli xil unalar qilishimiz mumkin. Ya'ni og'ir AI modellarini o'qitish yoki shularni dasturlash qismini qilish mobaynida bizga albatta ko'p xotira kerak. Va o'sha xotiradan biz unumli foydalanish uchun, ya'ni o'zimizning notebookimizdagi qism yetmay qoladigan bo'lsa, shunchaki bu yerdan foydalangan holda qissa qilib o'zimizning loyihamizni bitirishimiz mumkin. Bu yerda oddiy deploy qismlarni ham bor, PostgreSQL Dockerlarni va backend qismlarni bir-biriga ulangan holda ma'lumotlarni saqlash qismi ham bu yerda RAM yoki xotira qismida ham bemalol ishlata olamiz. Hozircha bizda endi ko'radigan bo'lsak, subscription va OpenAI qismlar bor. Mana sizdan API OpenAI Azure orqali API'larni foydalana olasiz. Keyin hozircha mana bu yerda yozadigan bo'lsak, mana Azure for Students $1 credit deydigan bo'lsak, mana bu yerga bosadigan bo'lsak, bizni mana bu orqali manzil orqali kiritadi. Mana build in the cloud with Azure for Students for free deyapti. Bu bosadigan bo'lsa, bepul oling degan maqsadda. Bu yerda men olgan edim, shu orqali ro'yxatdan o'tib, ro'yxatdan o'tish unchalik qiyin emas, emaillar orqali bo'ladi. Mana bu yerda boshida kirganingizdan keyin sizga qancha shu $100 ko'rsatib turadi va qancha vaqtgacha saqlanib turishi va u sizga qancha miqdor qolganligini, ishlatgansizmi yoki yo'qmi, qancha ishlatganligingizni ko'rsatib turadi. Xo'p, hozir update bo'lib olgandan keyin buni ko'rishimiz mumkin. Bu ham qaysidir tomondan yaxshi. Ya'ni bizga bepul imkoniyat taqdim etiladi. Ya'ni boshqalarni qilgandan ko'ra pul to'lab birinchi shuni ishlatib olamiz. Ishlatib olganimizdan keyin yoqmaganligini tekshiramiz. Agar yoqmagan bo'lsa, shunchaki boshqalarni qulayroqlariga o'tib ketamiz. Mana education qismida, ya'ni talabalar uchun qismi deb turibdi. Ko'rishimiz mumkin. Hozir mana bu yerda mana chiqdi. Mana available credit sizda $100 kredit bor deyapti. Va ular qancha kunni qoldi? Ya'ni bizga 365 kun taqdim etildi, lekin bundan hozir 341 kuni bo'ldi. Boshidan kirgandan keyin sanoqni boshlaydi. Mana iyul oyidagi xarajatlar. Hozircha men bu orqali $100 ishlatganim yo'q. Buni ishlatish imkoniyatim bor. Endi buni keyingi qismda ishlatib ko'ramiz. Hozir